Shu yozda uzun sochdan yomon qiynalaman-da, terlikda odam oldirsammikan? Saloh, oldimda chachingni ko'p o'ynayapsan. Bilasan yo'qligini. O'ldirib o'raman, o'ldirib. Qo'ying dali. Kal. Bila, kuyib ketyaptimi? Qalbi nozik kallar. Qoch o'zbeklar kelyapti. Jahon chempionatiga chiqdimi, Qatarda ham big'illatadi bugun. 100%, 100%. Ha, akalar, futbolgami? Ha, bugun maza qilib bir futbol ko'raylik, aka. Ha, bu issiqda qanaqa futbol ko'ramiz bilmayman. Nimaga issiq desam, yo'q ekan-ku. Nimaga o'ynashyapsan? Men yoshlikdan kal olaman deb niyat qilganman. Men o'ldirib yuboraman. Chachingni tishlab uzib olaman. To'xta, brat, necha bo'ldi? 25 ming. Mana 50 ming. Addi shiraman. Kal ketdik tosh. Ana aka, sochingiz tayyor. Xudoga shukr, 2 soat deganda o'chirib keldi usta. Chachimni cho'tki qilib olib qo'ying, bugun uchrashuvim bor. Aha. Brat, siz kalagansiz. Shu akani birinchi sochlarini olaylik. Sizniki bitta moshinka-ku. Nima gap, kal? Onasini hamsan 1 yilda 1 marta bo'ladigan tug'ilgan kunga ham kech qolib keladimi odam? Nodir jigarim. Saloh, qayda yuribsan? Asabiylashma, men o'yladim, Nodirga nima sovg'a qilsam bo'ladi, nima yoqadi. Topdim senga kerak narsani, jigar. Rahmat. Qolgan kunlaring bilan tabriklayman, radnoyim. Mana, endi bu sendan chiqmaydi-ku. Ana. Saloh, Ha. endi kuching boricha mana shu yoqqa qarab qoch oshna. Ha. Mashtaroqda hozir. Ha. Bayram bo'lyapti.